Onasi bitta avtobus ushladimi, ketdim shu avtobus bilan. O'zim Andijondan kelganman. O'zi tayim Andijonlik. Toshkentga endi kelganimizda ham uchinchi sentrga olib bordi. Litsey tayyorgarlik ko'rishimga 9-sinf bolaman. Bo'ldi, mana shu litsey tayyorgarlik bo'ldi. 3-sentrga imtihonlar o'tib, boshqa qilyapmiz. Kvartiramiz bor. Kvartiradan bordik. Bir kun olib bordilar, qaytardilar. Ikkinchi kun olib bordilar, qaytardilar. Uchinchi kun olib bordilar, qaytardilar. Bo'ldi, to'rtinchisi bor yo'q, o'zing qaytasan. O borib qo'ygan, qaytasan o'zing, bilmayman men deyapti. Endi nima qilishni bilmayman. Endi kimdandir so'rasam, asabini buzib yuboryapman, tushunmaganimdan. Chunki katta shahar, men Andijondan kelib qolgan bolaman. Hech nimani tushunmayman, bilmayman mana shu narsani. Onasi bitta avtobus ushladimi, ketdim shu avtobus bilan. Yaxshi uyimgacha olib borib qo'ydi mana shu narsa. To'g'ri avtobus tanlagan ekanman. Olib borib boshqa bo'ldi. Shundan keyin dadam "Malades, mustaqil bo'lyapsan" degandilar. Juda ko'p narsa mana shunaqa narsa o'rgatadilar. Mustaqil bo'l deydi. Hech kim tobe bo'lib qolmaydi. Misol uchun, qarz masalasida ham kimgadir qarz bersang, berginki, olmagin deydi. Yoki qarz olsangiz kimdandir, siz unga tobesiz, bo'ldi, uning gapiga kirishga majbursiz. Mana shu narsa juda ham qattiq o'rgatadilar. U men yoshligimda misol uchun 10-sinfni, 9-sinfni tushunmaganman. Nima qilib qarz olayotgan bo'lsam, boshqa bo'layotgan bo'lsa deb turib, endi hozir o'zimiz ishdamiz, boshqadamiz. Endi tushunyapmiz dadam gaplarini, mazmunini, boshqasini.